Avvallari har bir xonadonda kamida ikkita chorva bo'lgan, ammo hozir bu tajribada yo'q bo'lib ketdi. Vaholanki, birni ikki qiladigan eng barakali soha. Ko'pchilik qo'ylar qimmatlashib ketganiga yaylovlar aholiga yo'qligini va yemlar narxlari qimmatlashib ketganini ro'kach qiladi. Ammo chorvachilik bilan shug'ullanib kelayotganlar bunga qaramay harakatlarini hech ham to'xtatishmadi. Diyorimizda azal-azaldan xalq chorvalarini xonadon sharoitida boqib kelishgan. Ammo urg'ochilar emas, qo'chqorlar boqishgan. Boqqanda ham 4 yoki 6 oy emas, balki 1 yoki 2 yil boqishgan. Aynan shunday boqilganda bu sohani qaymog'ini qo'lga kiritgan chorvadorlar. Bu soha azaldan birni ikki qiladigan barakali soha bo'lgan. Nima uchun bu tizim buzilib ketdi? Bu videoni ko'rayotgan kattalar, gaplarimizni bir tasdiqlab qo'yinglar yoshlarga. 90% chorvador foyda qilmaydi. Chunki chorvachilik ilmimiz yo'qolib ketdi. Qo'zilarni tog'li hududlarda katta podalarda, qo'zi qo'chqorlar esa podalardan sotib olib, xonadon sharoitida yetishtiriladi.